Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga xudo xolasa videoni sifatliroq qilib beramiz. O'tgan safar shogird tufayli videoni montaj qilishga to'g'ri kelib qoldi. Shashlinch edi. Shuning uchun boshqatdan bugun sizlarga chotki qilib, ovozlardan bomba qilib beramiz. Unda boshladik. Hurmatli obunachilarimiz, birinchi sizlarga ultra modellarni ko'rsatib o'tamiz. Hop, S22 Ultra 12256 GB xotiraga ishlashlari chotki, hamma joy radniy holatda. Holatlari ham yaxshi. Narxini sizlarga $400 qilib beramiz. Keyingisi S22 Ultra, bunisi ham holatlari yaxshi holatda. Ko'rib turibsizlar mana. Buni ozmuncha soyasida ekranlari bor, shuning uchun narxi $380. Keyingi S22 Ultramiz. Bu holati o'ta A+ holatda, ko'rib turibsizlar. Salafanlargacha olinmagan. Bu yer kamerajashlar taqib qo'ydim, ertagisini olib tashladik. Bunisi ikkovini ham olib berib ishlataverasiz. Hozir kamerajash taqib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Muammosi, lekin holat tiniq. A+ kategoriya, narxini sizlarga $410 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz, navbat telefonimiz S22 Ultra. Buni ham holatlari yaxshi holatda. Ishlashlari zo'r. Oz bo'lmay ishlangan joylari bor. Narxi arzonroq qilib beramiz. Narxini sizlarga $385 qilib beramiz, lekin ekranlar toza holatda. Xo'p, keyingi modelimiz Samsung Galaxy Note 20 Ultra modelimiz. Bunimiz sotildi. Xo'p, qayerga sotildi deb buni menimcha buni Samarqand Ishtixonga sotdik. Buni narxi $285 ga sotdik. Xullas, steklo chexol bir balolar qo'shib berdik. Bu sotildi. 285 sotildi, ko'rsatib qo'yapmiz sizlarga. S22 Ultra holati, abadolar o'ta tiniq. Ko'rib turibsizlar, korobka dokumenti ham bor. S22 Ultra yevrosi. Shu yerda petnosi borligi hisobi $225. Korobka dokumentigacha bor holatda. S21 Plus'ni haqiqiy tiniqini ishlataman deganlarga S21 Plus telefonimiz. Bunisi ko'rib turibsizlar, holatini, abadolarni tiniqligini ko'rib turibsizlar. Shuning uchun narxi $250. Arzonlari ham bor, ko'rsatib o'tamiz. S21 Plus'larni. Hop, S22 Plus'imiz. Bunisi arzonchirog'i $255. Shu yerda sinig'i borligi hisobi $255 S22 Plus. Hop, S22 Plus tinig'ini so'raganlarga $285 beramiz. Holatlari yaxshi holatda. 8256 talik bo'ladi bilsanglar. 4,5 mm batareyka. Samsung Note 10 Plus holat tiniq holatda edi. Shu yerda petnosi bor. Shuning uchun narxi 1,5 million so'm qilib beramiz. Ishlashlari umuman ziyoni yo'q. Masalan, necha yil garantiya berilaveradi bu sinig'iga. 3 oyga sinib qolgan. Masalan, bu yerdan biyax sinib ketgan taqdirda ham ishlayveradi tepasi. Shunaqa telefon bular. Ekrani o'ta qimmat, shuning uchun sifat ham o'shunga yarasha beradilar. S22 ni tiniqroqlarni so'raganlarga mana S22 5G'larimiz bor. Hop, 2 dona 8256 koreyskiy variantdagi u ham. Hop, $255 dan tanlab olaverasizlar. Hop, keyingi modellarimiz S20 Plus so'rayotganlar juda ko'p. S20 Plus telefonlarimiz yo'q bo'lib ketdi, orada bildinglar. O'ta narxlari ko'tarilib ketdi. $230-240 ham sotildi. Chunki bu telefon kuchlilik hisobiga ko'pchilik bilmadi, hali nimasini. Biladiganlar olib ketdi. Shuning hisobiga juda kamayib ketaveradi. Ya'ni boshlanyapti, paydo bo'lishi xudo xolasa. Bularni ham $210 dan qilib beramiz. Baytlar 192 so'rayotgandicha narxlar ko'tarilib qoldi endi. Shu 20 pluslarni уже kamayib ketyapti. 12256 talik bo'ladi. Plus 8 ham bor. 20 plus shuning uchun shu telefon hisoblanadi. Xo'p. Keyingi modelimiz S21 5G modelimiz. Bunisi yevro, ikkita sim kartaligi, holati tinig'i, shuning uchun narxini $250 qilib beramiz. Bilasizlar, yevro telefonlar qimmat. Xohlasanglar 21 yevroda yangilari bor, olib kelib beringlar desanglar, olib kelib beraveramiz. Yangi pachkalar zakaz qilsanglar, o 5 kun, 6 kunda keladi. Yangi pachka bilan narxi $310 bo'ladi. Hop, Samsung Galaxy Note 20 ni arzonrog'ini so'radilar, 2,100,000 so'mga qilib beramiz. O'ta arzon narxda. Uyib qo'yinglar, ozmuncha soyasi bor ekranda. Shuning uchun narxi arzon, lekin soya umuman ziyon qilmaydi. Ishlatib ko'rganlar biladi o'zi. Bunisi S21 yevro, bunisi S21 koreyskiy 5G'si. Korobka dokumentlari bor holatda $195 ga. Bunisi ham koreyskiy $170, $185 ga. Bunisi ham tiniq holatda, ishlashlari zo'r.
Buni 5 korobka holatda. O'zi kamdan kam korobka bo'ladi. S partiyalar mana 21 plyuslar arzonroq boshladi. Bunisi $240 ga, S21 plyus 8256 variant 4800 match. Bunisi $240 ekan. Bunisi $230 ekan. Qorasi $230, bunisi $240. Bunisi holati tiniqroq qoradan ko'ra. Ikkovi ham S21 plyus. Xo'p, bunisi eng arzoni $220. Endi ozmuncha chexol tuzatib qo'ying, lekin buni ziyoni yo'q. Hammasi bir xil xotirada, bir xil batareykada. S15chimiz. Xo'p, $170 ga. Holatini ko'ribsizlar, tiniq holatda 8256 talik ekranlari ham toza, A pluslari ham bor. A pluslar bilsanglar, House Mobile $202 sotyapti. Biz sizlarga shundan undan tiniqini kerak bo'lsa, $180 dan qilib beramiz mana. $180 dan A plus, haqiqiy A pluslarimiz bor mana. Ko'ribsizlar. $180 dan Talovishga S15 deydi, haqiqiy A plus kategoriyasi. 8256 talik bo'ladi. 512 taliklar sotilib ketib qoldi mana. S10 pluslarimiz yevrosi bor, karisi bor. $160 ga va $170 ga ko'ramiz. Holati tiniq holatda ikkovini ham. Xo'p, keyingi modellarimiz bitta kichkina modeli, kuchliroq modelimiz Samsung Note 10. 12256 talik bo'ladi. Holati tiniq holatda ishlatishga tayyor. Simkarta solasizlar, ishlatasizlar. Narxini sizlarga 1.700.000 so'm qilib beramiz. Zaryadi desam yo'q. Ekrani mana, ekrani ham toza holatda. Xo'p, keyingi modellarimiz esa mana iPhone 11. Holati tiniq, ideal holatda. Narxi $230 qilib beramiz. 79 yo'ngisi 128 korobkalari bor holatda. iPhone 13 Max $560 ga, 83 yo'ngisida 256 ga xotira ega. Korobka dokumentlari bor, hamma joyi radnoy. Xo'p, korobka dokumentli 83 yo'ngisida 256 ga xotira ega iPhone 13 Pro imiz. Narxi $460. Xo'p, keyingi telefonimiz iPhone 13 Pro modeli. Ikkita sim karta tushadigan modeli ZAR regionda 86.128 ta. Buni ham narxini $460 qilib beramiz. Oxirgi narxi. Xo'p, iPhone 14 Pro Max. Xo'p, 88 yo'ngisida 256 ga xotiraga A regionda Yevropa regioni bilsanglar, o'ta kuchli region hisoblanadi. A regionlar, ZAR regionlar mazab ishlatasiz, narxini $640 qilib beramiz. Holatini holatda. Xo'p, keyingi modelimiz iPhone 13 Pro Max modeli $540 ga. Holati bomba holatda turibdi. Xo'p, keyingi modelimiz iPhone 13 Pro 86 yo'ngisida 128 ga xotiraga. Ishlashlar chotki bo'lgan holatda $550 ga. Xo'p. Keyingi modelimiz esa iPhone 12 Pro ni 89 yo'ngisida 128 ga xotiraga egasi. Holati o'ta tiniq holatda esa narxini sizlarga $340 qilib beramiz. iPhone 12 Pro yo'ngisi balandlik kamdan kam keladi bunaqa holatda esa. $320 ga 85 yo'ngisida 128 ga xotiraga. Bu ham hamma joyi radniy tiniq holatda bunisi ham. iPhone 12 Pro sal-pal holati bor va marta ishlanganlari, ellar regionda ekan. Xo'p, 78 yo'ngisida 128 ga xotiraga narxini xo'p, $265 qilib beramiz iPhone 12 narxida. Xo'p, keyingi modelimiz iPhone 12 mini modelimiz. Holati bomba holat, oppoq ekan, tiniq. Usta ko'rmagan telefon. 84 yo'ngisida 128 ga xotiraga, narxi ham shunga yarasha holatiga qarab $200. iPhone Pro Max 100 yo'ngisida 64 ga xotiraga Face ID turib hamma funksiyalari ishlaydi. Narxini sizlarga $265 qilib beramiz. iPhone 11 Pro 99 yo'ngisida 64 ga xotiraga, narxi $235 ga. iPhone XS Max da holati bomba holatda ko'rib tursa, tiniq holatda ekan. XS Max 100 yo'ngisida 64 ga xotiraga ega. Ishlashlari chotki, Yevropa regionida ekan.
narxini $187 beramiz. XS Max. O'ta tiniq holatda. iPhone 11 holati tiniq. Holatlari tiniq holatda, hamma joyi radnoy, 81 yo'nqisda 64 GB xotiraga ega. Narxi $225 ga. $245 ga 91 yo'nqisda 64 GB xotiraga ega, batareykalar hamma joyi radnoy holatda. Maza ishlatasizlar. $215 ga 76 yo'nqisda 128 GB xotiraga ega iPhone 1 oq. $205 ga iPhone 11 100 yo'nqisda 64 GB xotiraga ega. Xo'p, keyingi iPhone 1imiz. Xo'p. Bu Face ID turda hamma funksiyalar ishlaydi. 74 yo'nqisda ekan. Xotiralari 128 ta. Narxini sizlarga $195 beramiz. iPhone 1 da narxi. Xo'p, keyingi modelimiz esa iPhone X da tinig'i 1.700.000 so'mga 100 yo'nqisda 64 GB xotiraga ega. Ekranlar radnoy bo'lgan holatda maza ishlatasizlar. Keyingisi XS Gold. XS Gold'imiz ikkita bor. Bittasi 74 yo'nqis bilan 64 talik. Unisi 2 million so'mga, bunisi 100 yo'nqisda 64 talik 2.200.000 so'mga. Xo'p, keyingi modellarimiz iPhone XS Max yana bittasi bor. $180 ga 84 yo'nqisda 64 GB xotiraga egasi. Keyingi modellarimiz iPhone XR modelimiz. Xo'p, 82 yo'nqisda 128 GB xotiraga ega, narxi ikkita sim kartalik $190 beramiz. Xo'p, $170 ga iPhone XR 80 yo'nqisda 128 GB xotiraga ishlashlari chotki holatda. iPhone 7 atiga 750.000 so'mga 100 yo'nqisda 32 GB xotiraga ega. Xo'p, keyingi modelimiz kopiyachilarga mana S24 Ultra kopiya. Ko'ptusi dizayn birga bir birov achatanmagan darajada bir xil. Ruchkalarga ishlaydi. S24 Ultra kopiyamiz ko'ptuslar mana ruchkalarga ishlaydi. Xo'p, narxini sizlarga 1.400.000 so'm qilib beramiz. 1.400.000 so'mga S24 Ultra birga bir kopiyasi. Xo'p, keyingi modellarimiz esa endi boshlaymiz. Xo'p, Intel firmasidan A70 modeli xotira 256 GB xotiraga ega. Narxini sizlarga 1.50.000 so'm qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor holatda. Samsung Galaxy A32 5G modelimiz 5G podachka qiladigan eng arzon telefonlarda narxi 1.300.000 so'm. Xo'p, Samsung Galaxy A15 4G modelimiz 4.28 talik korobka dokumentlari bor, narxi 1.550.000 so'm. Samsung Galaxy A73 modelimiz Hindiston varianti hisoblanadi, Indiya varianti bu kuchliroq bo'ladi. 6.28 talik bo'lgan bilan mana 8.28 talikdan tezroq ishlaydi. Buni ishlatib ham ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz. Lekin bunisi 8.28 talik $170 ga, 6.28 talik lekin $160 ga. Ikkovini ham korobka dokumentlari bor holatda, ishlashlari chotki, hamma joyi radnoy. Xo'p, Samsung Galaxy A25 5G modelimiz 1.950.000 so'mga 6.28 talik korobka dokumentlari bor holatda. Bunisi 8256 talik, buni ham korobka dokumentlari bor, narxi 2.50.000 so'm. 55 5G da arzonchiroq so'raganlarga $225 qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor, holat tiniq holatda. Bunisi $260 ga Hindiston varianti. Hop, 8256 talik korobka dokumentlari bor holatda A55 5G'miz $260 ga. Hop, Redmi Note 12 Pro modelimiz ishlashlari chotki bo'lgan holatda. Hop, 6.8 gami 6.28 talik korobka dokumentlari bor, narxi 1.550.000 so'm. Redmi Note 14'imiz 8256 full komplet holatda, hech qancha ishlatilmagan, zavodga salafanlargacha olinmagan holatda, narxi 2.100.000 so'm. 5.5 mm bo'ladi, siklgacha ko'rsatadigan bo'lib chiqibdi. Bilgan bo'lsanglar, qiziqadigan joyi Note 14'lardi. Bunisi 128 talik, 8.128 talik variant, 1.900.000 so'm, bu ham full komplet holatda.
Xo'p, Xiaomi 13 Lite'larimiz bor. Ozmuncha holat sal xabarovot endi hisobda A- holatda deb bo'laveradi. Bunisi A+ holatda. Bunisi $190 va $170 8256 ta korobka dokumentlari bor holatda Xiaomi 13 Lite telefonni xarsila bo'laveradi. O yangi telefon, arzon telefon so'rayotganlar, men 900 ming so'mga sizlarga o'ta arzon Recall Redmi Note 40X modelimiz ekan. Technospark modellar bilan bir xil zavodda chiqargan. Narxi 900 ming so'm, yangi telefon 864 talik. Xo'p, keyingi modellarimiz Poco X3 Pro ni arzonchilik so'rayotganlar, sizlarga arzon narxlarda ikkita olib kelib qo'ydik. Poco X3 Pro'larimiz hamma joyi radno bo'lgan holatda ikkovining narxini sizlarga 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Poco X6 Pro 5G lar $225 ga 8256 talik full komplet holatda, $245 ga 12512 GB xotirali full komplet holatda ikkovi ham. Xiaomi 11 tani oqini so'raganlar, oqini olib kelib qo'ydik. Holatlari o'rta holatda. Bilasizlar, chiqqani ancha yil bo'lgan bo'lsa ham PUBG 90 FPS tushadigan kuchli telefonlardan hisoblanadi. Bunisi ham 8 ga 128 talik variant ekan. Xo'p, narxini sizlarga 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz, $170 ga. Bir dona tiniq Xiaomi 11 tamiz ham o'ta tiniq holatga o'tib bomba holatda $190 8256 talik Xiaomi 11 ta. Note 13 Pro'larimiz ham bor. Mana Note 13 Pro'larimiz ham yana keldi. Narxini sizlarga 2 million 150 ming so'mdan 8256 ta variantini qilib beramiz sizlarga. Redmi Note 12 Pro Plus 5G modelimiz atiga $175 ga 8256 ta korobka dokumentlar bor holatda. Xo'p, keyingi modelimiz Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelimiz full komplet holatda hech qancha ishlatilmagan varianti, narxi $255 beramiz. Keyingi modelimiz yana S21 5G Euro varianti, narxini $235 qilib beramiz. Ishlashlari zo'r, 828 ta bo'lib o'zimiz aloqa ishlatyapmiz. Azafshata savdo xolasi. Xo'p, keyingi modelimiz Redmi Note 8 Pro'larimiz 950 ming so'mga va 1 million 250 ming so'mga 6 ga 128 talik va 8 ga 128 talik varianti Redmi Note 8 Pro. Xo'p, Samsung Galaxy A34 5G'miz 60 fps tushadigan A partiyalarda 34 partiyasi hisoblanadi. Bu eng kuchlirog'i. PUBG'chilar ham biladi. Narxini 8 ga 128 talik korobka dokumentlar bor holatda 1 million 800 ming so'm qilib beramiz. Samsung Galaxy A13 modelimiz atiga 650 ming so'mga korobka dokumentlari bor, 3 ga 32 talik holatda radnoy. Redmi 9 550 ming so'mga hamma joyi radnoy bo'lgan holatda 3 ga 32 talik, ishlashlari chotki. Redmi Note 8 Pro 6 ga 128 talik, buni oynasi alishgan, narxi 900 ming so'm, korobka dokumentlari bor, 6 ga 128 talik. Redmi 8A protsessori Qualcomm bo'lib chiqqan. Bilsanglar, Redmi 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A keyin chiqadigan avlodlardan kuchli hisoblanadi bular. Eng qulay tomoni u Type-C bilan jihozlangan, narxi 500 ming so'm. Redmi Note 11 modelimiz 900 ming so'm qilib beramiz. 6 ga 128 talik korobka dokumentlari bor holatda. Kelishi mumkin. Olib kelib beraman degan korobkasini hozircha 5 korobka kelishi mumkin. Keyingisi Redmi A2 Plus modelimiz 3 ga 64 talik korobka dokument zaryadchigacha bor, full komplet holatda, narxi 650 ming so'm. Honor'dan 28B modelimiz 8 ga 128 talik 5 korobka holatda, lekin do'kon tomonidan garantiya beramiz. Narxini sizlar 1 million 450 ming qilib beramiz. Samsung Galaxy A03 modelimiz 4 ga 64 talik korobka dokument, narxi 680 ming so'm. Honor X7 A+ modelimiz 6000 mAh batareyka, korobka dokument, 6 ga 128 talik, narxini 1 million 150 ming so'm qilib beramiz. Xiaomi 12 Pro 8256 talik bo'ladi, ishlashlari chotki, maza ishlatasizlar, narxini sizlarga $255 qilib beramiz. 700 ming so'm qilib beramiz. A36 5G kopiya, dizayni o'ta chiroyli. Ko'ribsizlar, korobka dokumentlari bor holatda. Redmi'ning kuchliroq varianti A3X modelimiz 850 ming so'mga 3 ga 64 talik bo'ladi. Korobka dokumentlari bor holatda. O'zi arzon bo'lsa, lekin kuchli telefon bo'lsin deganlarga Oppo A15s hisoblanadigan telefonimiz
332 talik bo'lgani bilan 428 talik juda ko'p telefondan yaxshilaydi. Kamerasi ham o'ta tiniq olib berar ekan. Narxi 550 ming so'mga. Xo'p akalar, kimga yana qanaqa telefon kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa o'zimizda yo'q bo'lsa, boshqa yerlardan topib beramiz. Muddat to'lovga olmoqchi bo'lsanglar, muddat to'lovini ham qilib beramiz. Buning uchun plastik pasportinglar bo'lsa yoki shakllar bo'lishi shart. Xudo xolasa O'zbekistondan dastavka qilib beramiz. Do'konimiz Andijon Charxon tumanida. Dastavka qilib berishimiz uchun oldin 200 ming so'm, 300 ming so'm atrofida zakat tashlab bersanglar, qolgan to'lovni qo'lay oynang to'liq qilsanglar bo'laveradi. Sababi juda ko'pchilik yolg'ondan, firibgarlikdan telefon zakaz chiqarganlar ko'payib ketdi. Shuni hisobiga zakat tashlab berasizlar, keyin chiqarib beramiz. Любой payt do'konga kelib olib ketsanglar bo'laveradi. Masalan, ko'pchilik men bunaqa telefon chiqarib bering, olib qo'ying degan narsa bo'lmaydi. Olib qo'ying, rahmat, 1-2 marta xo'p deb lafz ishlansa yo'q bo'lib qoladi. Shunaqalar ko'plikdan telefon olib qo'yamiz. Do'konga kelib, masalan, oladigan kuningiz olsanglar bo'laveradi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar.